Barchaga salom do'stlar. Oldingi 4 ta mavzuyimizda zamburug'larni faqatgina sistemik holatga sababchi bo'lishi va asosan pnevmoniyaga sababchi bo'layotgan turlarini gaplashib o'tgan bo'lsak, keyingi 3 ta video yordamida esa biz sizlar bilan kutaneus turi yoki terida o'zgarishga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan zamburug'lar haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi darsimiz Malayziya furfur deb nomlangan zamburug' hisoblanadi. Buni yuqoridagi Ristorante Italiano di Malaysia, shu Malayziya degan so'zi zamburug'imizni nomiga sababchi bo'layotgan bo'lsa, furfur degan esa mana bu ayolni kiyib olgan plashi, umuman o'zi nomi fur deyiladi. Shu furfur zamburug'ning nomi ekanligini bilsak bo'ladi. Keyingi element esa do'stlar yuqoridagi mana bu lampalar tasvirlangan, lampalardan qizib issiqlik ajratib yuborayotganligi ifodalangan. Bu orqali biz zamburug'ni faqatgina shu issiq va nam sharoitdagina kasallik keltirib chiqarish mumkinligini bilsak bo'ladi. Umumiy bu zamburug' o'zi organizmdan boshqa organizmga yuqmaydi. Shu bizni normal floramiz tarkibida bo'ladi. Qachonki unga shu yetarlidan ortiq issiqlik yoki namgarchilik bo'lsagina kasallik o'zini yuzaga chiqarishi mumkin bo'ladi. Mana bu joyda versi de color sauce deb qo'ygan, ya'ni har xil rangdagi sous o'zi bu joyda bir xil rang bo'lsa ham bizda bu versi degan so'z muhim hisoblanyapti. Har xil rangdagi sous degan tarjimani endi biz teridagi shu bir payt o'zida giper yoki gipopigmentatsiyalashgan dog'larga sababchi bo'lishi mumkinligini bilsak bo'ladi. Buni qayerdan bilsak desak, mana bu oshpazni orqa tomonidagi dog'larni biri to'q, biri och sifatida bilsak bo'ladi. Ya'ni bu terida qishishga sababchi bo'lmaydigan, terida eng tashqi yuzasida dog'larga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan bitta holat. Keyingi element bu zamburug' o'zi lipofil, ya'ni yog'ni yaxshi ko'radigan desak bo'ladi. Buni mana bu to'kilib ketayotgan yog'dan ham bilsak bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Ular teridagi melanotitlar tarkibidagi o'sha lipid qavatidagi lipidlarni degradatsiyaga uchratib yuborish natijasida dog'larga sababchi bo'lar edi. Yana bir element mana bu shirinlik tasvirlangan. Uni yuqorisidagi mana korn yoki kutaneus nimani dog'larga sababchi bo'lyapti. Terining eng tashqari qavatida. Bu orqali biz endi aytganimizdek kornium qavati deyiladi. Terining eng tashqi qavati o'sha sohada kasallik keltirib chiqarishi mumkin ekanligini bilsak bo'ladi. Yana bir element mana bu spagetti hamda go'shtlari tasvirlangan va oshpazni qo'lida kaliy gidroksiddan nimadir unga sepayotgani tasvirlangan. Bu esa diagnostika qilish maqsadida teridan olingan namunani kaliy gidroksidda solib ko'rilganda xuddi shunaqa spagetti hamda meatball deydi. Shu go'sht bol donacha, sharcha degan bo'lsak, xuddi mana bu rasmdagi ko'rinishga yanaki spagettilar hamda sharsimon tuzilmalar kabi ko'rinishga ega ekanligidan biz uni boshqa zamburug'lardan farqlashda katta ahamiyatga ega. Endi buni davolash maqsadida ishlatiladigan dori selenium sulfit hisoblanadi. Xuddi shunaqa turdagi shampun yoki bo'lmasam nima bor, Amerikada, Qo'shma Shtatlarda shampun bor. Xuddi shuni nomidan olingan Selsan degan o'zi shampun bor. Selenium sulfit esa shu zamburug'ni davolash maqsadida ishlatiladigan bir dori. Endi tekstga o'tadigan bo'lsak, aytganimizdek kasallikni ko'rinishlari yoki yuzaga kelishlari bir qancha holatlar tasvirlangan. Ya'niki Malayziya furfur aytganimizdek terida yashovchi zamburug' ko'pincha zararli ta'sir qilmaydi. Qachonki issiq, nam muhitda tez ko'payib teri kasalliklarini chaqirardi. Asosiy xususiyatlari biz normal floramizda uchraydi. Bu bir yog'ni yaxshi ko'radi dedik. Bundan tashqari issiq hamda nam muhitda ko'payishi mumkin.
Kimlarda ko'proq xavfli, immun tizimi susayganlarda yoki bo'lmasam quyoshda ko'p vaqt o'tkazadiganlarda hamda mana bu joyda infants receiving TPN deyilgan. Infants degan shu yosh bolachalar. TPN degani parenteral nutrition yoki enteral emas, parenteral oziqlanuvchi bolachalarda ham zamburug' kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Endi kasalliklari yoki qayerda shikastlanish aytdik, teridagi qitishmaydigan gipo yoki giperpigmentatsiyalangan bunaqa dog'larga sababchi bo'lishi, bu dog'lar ko'proq bel, ko'krak sohalarida yuzaga kelib chiqishi mumkin hisoblanadi. Patogenezini aytadigan bo'lsak, zamburug' yog'ni parchalaydi dedik, uni hisobiga kislota hosil bo'ladi. Bu kislota melanositlarni shikastlab qo'yadi va terining o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Diagnostikasini ham gaplashdik. Mikroskop ostida ko'rilganda spagetti hamda meatball donachalarini ko'rsak bo'ladi. Davolash maqsadida aytganimizdek selenium sulfit ishlatiladi. Hozircha ma'lumotimiz shundan iborat do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.